Linçongning qarniyati nada? Buning salbiy tarafı zodi qandaq? Suv bo'yida haqida. Linçongning 4-mazmuni ma'lum. Aldığın sanda ben üzen qandaq olsang dostun shundaq deb Linçongning eng yaqin og'inisi Luyuxa bilan o'xshash bir narsa bu Linçong degandim. Undaqda asarni 5 qaytirib taklif qilib baqaylik. Asarning eng 5ida bu yerki Gauchu en dastlabki Baqaolbegi Wang Jinni, yani Linçong bu yerda baş mashg'ul bo'lmasda shu Wang Jin mashg'uldi. Shuni bu yerda qarlab buning adabini birdi. Shunaqo, mushu vaqtda mush makimida o'rdadagi barliq cho'ng kichik orda mashg'ul, yasavul, alay balay sarvazining hammasi bati. Yani Linçongmu shularning orasida ba. Qaranglar, mushada nurg'ulg'an mashg'ullar bu yerdagi yasavullar chiqib, Gauchudan bu yerdagi Wang Jinning gunohin tilidi. Hammasi sizlanib o'tirib, voy xaf bo'lmasa Wang Jinning bir qo'shiq qinidan keslar deb hammasi bu yerda o'tindi. Biroq Linçong o'tindimi? O'tinmadi. Nima bunday deyman? Linçong o'tingan bo'lsa, Linçongdak bir muhim odam mushada tizilib mushuni qilgan bo'lsa, Linçong nima tilga ilinmaydi. Bundaq muhim shaxs chiqqan bo'lsa, chuqum tilga ilindi. Shundaq-ku. İkincidен, bu Wang Jin ketgandan keyin bu yerda shuncha ko'p cho'ng kichik mashg'ullar tursa, Gauchu nimishqa Linçongni bosh mashg'ulga emas Wang Jinning o'rniga chiqirdi. Acaba bu yerda Gauchu sizlarchi xalqning iqtidoriga qarab, martabaga birdigan odammi? Undaq emas. Chunki mushu ishda Gauchu tarafdori bo'lganligi uchun bu yerda Linçong, ya'ni Wang Jinning gunohin tilinganligi uchun shu xalqning ichidan mashni qo'ysam bo'g'dak deb Linçongning amalini o'stagan. Endi shunlashqa Linçongning mush qilgan yuzsizligi, mush o'g'illardachilik yatmaydigan mush qilgan ish uchun bu yerdagi qolgan barliq mashg'ullar, yasavullarning hammasi Linçongni org'a olmagan. Linçonglar alog'ini o'tmagan. Shuning uchun bu yerda Linçongning faqat shu Luyuxadak shundaq ishdak bir do'stlar bor. Uningdan boshqa og'inisim yo'q qarsanglar. Buni ham nima amaliy turmushga bog'lab o'ylash beqinglar. Ma'lum shirkat ashundaq bir tulkidek ashundaq bir nachar odam bo'lsa, tabil org'a elinmaydi. Shundaq-ku, Linçongning org'a elinmasligi mush sabab. Shunga bu yerda Linçongning o'ziga o'xshash Luyuxa bilan yaqin alog'ini o'ziga o'xshaydi deyishning sabab mushada. Endi mishada o'ylab bakmaman. Navada bu Gauchuning o'g'li Gaoyanining ko'zi shu vaqtda Linçongning xotiniga tushmay, Luyuxaning xotiniga ko'zi tushgan bo'lsa, sizlar Linçong qanday qiladi bu yerda? Da o'ylab bakaman. Endi qaranglar, Linçong o'zining ayolini rostili bek yaxshi ko'ramdi. Uni rostili qutqizmoqchimi? Endi mushaga qarsak, Luyuxa buni o'z uyiga bir ziyofatga chaqirdi. Bu yerda Linçong bir o'rgolab, shunami? Gaoyani bo'lsa, bu Linçongning xotinini ayirib qo'yib, shuningga cheqilib, bu yerda askilik qilib ketdi. Shundaq-ku. Endi mushuningga bu yerda Luyuxa bir fursat yaratib turibdi. Endi mushaga qattiq diqqat qilinglar. Bu yerda Linçong bu ishni qilgandan keyin jon ochiq yugurib bordi, lekin yugurib berib qanday qilyapti? Gom ishini chiqyapti. Og'jom, ishkneching deb vaqirayapti. Qaranglar, ishga etilib ketgandan keyin u uyning ichiga kirib, ustidagi pashtaga qarab, og'jom deb vaqirayapti. Nima ish qilmashdaq qildi? Moshundaq jiddiy vaqtimi, xotining bir askilik qilayotgan vaqtimi sen ishni chekib kiramsa, qaranglar, vudalan degan mo'm sotadigan petak jindaq, tanjinyanlar shiminching ishqibozlik qilsa, ishni tik kirib, kaltang ko'tarib beshikni salalayapti. Men Linçong sizlar cho'ng bildigan men Linçong bu vudalarning quliq so'qish bilmaydi mashta. Ash vudalamchilikmi bulanmayapti. Haq xotining cheqilyapsa, sen chiqib ishni ichib biralamda. Haq ishkinchak biz qanday ishni ichib birmiz? Albatta kiyimizni kiyib eshankolarni tatib ishni ichib birmiz, shunami ya? Linçongning bu yerda matni petqatı ash bir ishik buni tuzib qolalarmi? Birda 8 tamdım yutalaydigan odam tursa, shunga bu aniq avlaga kiyman kivilib qechga deb fursat beryapti. Gaoyani bilan xotini yalang'och holda ishning ustida tutibamay, sat bo'ldi unda qilsam, Gaoyani ya urib binas qilsam bo'ldi, deyapti ma'u. Shunga pashtaxning qishiq kipmi, og'jon men keldim deb bika vaqramda haqqi belgurib, haqqdan 3 naqs vardı, shunday qilamda. Qaranglar, bu biya keldi qarshi Gaoyani olib bir ramda sakrab bo'lgan. İşte bu Linçongning bir o'zi ichi bak ochiq kelib ketdi-da, ashaliq jeni yo'q urundoq jo'zniga urib dastlab chiqib, o'zi ich o'g'illarchiligini ko'rsatib ketdi. Simiz bo'dak cho'shqa sakragan ramden, mash Linçongdak 8 bak o'rdiga solgan mashqavli bir sakrab tushunmamda kayindan qo'g'lab, kayindan vashni qilishini sug'urib qanday qildi? Gaoyanining qo'g'lariga o'xshaydi desam, udul berib, Luyuxa ziyofat o'tkazgan yeg berib, oningdan 3'ini olmaydi o'tirdi. Xotiningga haqcha qilsa, ayetsin mehmonxonadan fursat yaratib berib 3'ini oningdan olamsa, xotin haqiqiy qo'g'digan xotinning haqiqiy 3'ini olsa odam mushunaq qilamda sizlarcha?
Ubdan taklif qilib beqinglarmish yani Linchonun haqiqatan xotinning uchun ağzı so'amke. Bu Gavyanining qo'g'laysiz qo'g'layanmasmi sizlarcha, yetishganmasmi? Endi bu yerda bu Liu Hao dötəməz sang tutulub turduğan. Odul berib Gaucho'nun qəsriga kirib və panoxunda 3-4 günga chiqmay. Chunki bu yerda Linchonun Gaucho'nun qəsriga 3 yil kirolmaydigani bumi biladi. Unda dötəməz bumi. Endi ish mushiyaga yetgandimi bo'lsa, bu yerda Linchon berib bu Gaucho'ga bo'lgan ahvollarni deb bir Gavyani manda qilib qoldi xotinimga o'g'lingiz. Bayatki Liu Hao degan guyningvalisi manda qilyotdi deb bo'lgan ishni bir ma'lum qildimi? Bir Gaucho ma'lum qilmasang shu yerga kayfing diyorning amaldoriga ma'lum qilsang bo'lmamda. Şu əməldən nimiş qıldı ki, sən berib deməmsə bu ərzimni. Linchonun bu məsələni həll qılsın. Baniki əslərcə oylab baxınlar. Həmdə bu yerdə Liu Hao bu yerdə Linchondan cayısını yemidi, çıxsı eniq tayaqıydı ya ölüdü. Şunlaşqa amal yox. Həmdə axırıncı Türkçəydə B plandan birini tüzüb çıxdı Gaucho'nun qəsrdə. Şundan da Linchon'u davamlı qəsdəydi də həmdə bu. Endi bu yerda Linchonun burunqi bir tey ağınsdan bir aziyet yüzünü nait yani tushundigan bir dushmandan bir avdi. Qaranglar, shundaq ahvol ostidimi bu yerda Linchon ya bir Gaucho berib bo'lgan ahvolni aytmadi. Ya uchun olmadi. Qo'rqmay deyishga petinamidi mashni. Bu yerda Linchonning qo'sug'i zodi nimba. Linchon zodi nima o'ylayapti mishada? Davomi qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olinglar. 4 klassik asarlarning maqulumki o'lchamlik muhabbansi kras qitilib arada 88 koy. Yani bir kitap aran 22 koy. Qiziqadigan do'stlar, seri qarorga kirib setib olinglar yoki men sizga qilsanglar ayrı yo'llab bermay. Rahmat.